Assalomu alaykum, men Gulis. Bugungi mazmunni davomli ishlayli. Vaqtim chiqibdi darhol. Fursatdan foydalanay dedim. Mumkin shu ingliz tilidagi yaxshi bo'lgan mazmunlarni men o'zim tanlab, sizga munosabatli bo'lgan, payliq deb qaragan shu ko'pchilikdan bahramlanish uchun shu ingliz mazmunlarni mazmunlarni o'z tilimga aylantirib, mumkin o'zimning tushunchamni qo'shib bahirlayman, so'zlayman. Bundan qartamni shu antilimizni xo'dilib qilishda, saqlam qilishda azroq o'smi tökban bo'lsa, men rozi. Onunki shu yaxshi mazmunlar orqali shu xalqimizningki ideyasini acha olsak, texmi yaxshi. Maqsad shu. Unda bo'lsa bugungi mazmunni boshlaylik, ammo chiqotamda ovozlarim ko'rdinglar bormi yo'qmi? Shunga shuni bir bir tekshirday. İştikli bir tekshirday. Normalga. Telefonni qo'ydim, uning telefonda chiqyapman, undan keyin nimaga qarab baqdim. Kompyuterdan ichib, nima sab baqdim, o'zimda tekshirib baqdim, bo'ladi deb. Çünkü men mikrofonni aç telefonga emas, men mikrofonni iliqi kompyuterga emas, mikrofonni telefonga o'rnatib bildik-a, yaxshi edi. Unga hozir qancha xili suzuk chiqibdi. Xudoim bilsa, atgan vaqtim chiqqanchada nim qilaman. Shu kitoblarni o'qib, uni chiqarib shu YouTube'ga qo'shib qo'yaman. Shunga bu mushta o'zim juda bu shu mazmunlarni o'qib, mesela nimaga chiqarib qo'yish. Esli bo'lgan bizning Uyg'urcha kitoblarimizni chiqarib o'qib, shu YouTube'ga chiqarib qo'yish bu bir xil yaxshi usul. Uningki men degandek shu bizning esli she'rlarimiz bor, shu esli tekst bo'lgan naqsh she'rlar, ashlarning hammani shu yozmacha to'g'ri qo'yish, to'g'ri kirib qo'yish, shularning hammasi kechirolgan. Shu antilimizni qo'llash va keng tarqatishda muhim rol o'ynaydigan usullardan biri. Shu an bo'lsa xalqimizdan ko'plab mushjihatli kuch chiqarishni umid qilaman. Bundan so'ng bugungi mazmunni boshlaylik. Birinchidan shu maktab, albatta bizlar ijtimoiy aloqa rivojlanib, undan keyin nurg'un odamlar o'z oldiga o'xshash va boshqa nurg'un odamlar o'z oldiga shu mazmunlarni ishlab, nim qilib taqdib qiladigan vaziyat bugungi vaziyat endi shu orqali buning foydasi nima degancha hamma odam o'zining bayqaganlarini, ko'rganlarini nimaga nim qildi, jamoatga sundi. Bu orqali o'zaro uchur almashtirish, to'g'ri uchur almashtirish bo'ldi. Bilmaganlarning ko'zi ochildi. Xuddi men nurg'un narsalarni o'rganolman, ammo undan keyin men o'xshamagan narsalarni ko'rish jarayonida o'zimizning ideyasi orqali qaysining yomon, to'g'ri xatoligini arashga yordam bo'ladi. Ham ularning ham o'zimizning davomli fikr yuritib turishimizga nima bo'ldi. Shularni demakchi uni mushta bo'lgandan keyin shu oila o'qitishi va boshqa shu vaziyat vaksini u qilganda nurg'unligi. Masalan, oshkorlanmagan, ammo eg'iz deb oshkorlagan yoki bo'lmasa shu bizdan ishimizdagilar bo'lib mencham shu maktabdan o'qitishi bayqashlarni deb nim qilgan nurg'un yaxshi yo'llar bor ijtimoiy aloqada. Shunga men ashlar qo'shib mushlarni qo'ydim. Endi bugungi birinchi mazmunni men shu oila o'qitishi, maktab, ommaviy maktabi oila o'qishiga nim qilay. Birinchi birada mana deydi. Maktab shu balaga nisbatan bizim balalıqdiq, ham shu bugungi kunda maktab shu bizga nisbatan bo'lib farzandlar nisbatan bordigan eng nachar deydi. To'g'ri. Bütün bu akşam bu deydi men bütün shu yomon eski qiliqlarni men maktab degangan. Masalan, tomoq chekish deydi, zararlik chekimlik, mumkin nachar odatlar, qiliqlar, undan keyin har xil uchurlar, ashlarni maktab degangan deb. Undan keyin hamda bizlar nurg'un bolalar degan shu kichik maktab mingnachidan bor odam bor, cho'ng maktablar degan qanchalik butun shu uchur manbasida har xil butun shu ming odam bo'lsa, masalan, ming odam ming uchur bir akirdan aşağı g'oya zo'r. Unutib qolmalar toza qo'ylarni tanladik uchurlar juda.
his qo'ygan. Asha deb nim qildi, men unuga men bu tamamen qo'shilmayman. Masalan, unga o'zimizga tabiq qilib deylik. O'ylab boqmay o'tirib, shu o'qigan vaqtimizda o'ylab boqmay boshlang'ich, o'tir maktab, oliy maktab. Qancha ketgan, shu zavod ketgan vaqtlar. Unga men aldiqdim degandek shu masra o'qitgancha masni ish qilib o'qimaylam, tashlab kelgan. Beka vaqt sarf o'tamay deb. Uningki miyada ham bir odam bunda deydi. Men bizning tarbiyalaydigan ma'lumotlarimiz ya bir narsa kashf qilib boqmagan, ya birasi bir tuzuk kitobni chiqarib boqmagan, yoki birasi nutqda masala o'rgatishlarni tuzuk kitob yozgan. Boshqa tabiblarni o'rganganlar ya bir narsa kashf qilib boqmagan. Demakchi uni shu lo'q to'xtaydigan ma'lumotlarim yo'q. Hatta boshida bunday qisqarlik qilib hamda sonli qaralash, ochiq qaralash degan gap borki, uni men qo'shilma. O'ylab boqsanglar ma'lumotning sifat jihatimi shunchalik o'quvchilarga bilasizlar, ammo maktabning asos maqsadi ishlamchilarni tarbiyalash. Shundan nurg'un ishlamchilar akab shu bo'ysundirish, shu yodlig'ish, bo'ysundirish asosli maqsad ashlarni o'qitish shu asosli barliq keyin maktablar. Endi uningga nurg'un o'quvchilar bo'lgandan keyin uningga bir ishga nim qilmaydi, shu jihmalni o'rlashtirish kerak. Jihmalning ilvasi u nurg'un ma'lumotlarning maoshi yuqori emas, maktablar maoshi ancha yuqori emas. Shular maosh yuqori bermaydi, yuqori eng pechet mutaxassislarga maosh etmaydi. Keçonlar odatdagi odamlarning o'qish saviyasi tayyorlab. Men esimda bor, shu o'tir maktabda qaysi bir shu men o'tir maktab vaqtimda bo'lsa, bir ishga praktika o'qitishlar kelgan bizga shu dars o'timizda. Bizning sinfdagi o'g'illar degan bozaq qilib, bu yosh ma'lumotlarni praktika qilgan kishi yoshlar bolalardi. Shularni o'yini ko'rib o'tirdik. Shularni boshqarib olmay jilblab ketadi. Siz shu vaqtlarda isrof bo'lgan vaqt, zehn ular yoqdan qiynalib, biz bu yoqdan tuzuk narsa o'rganmay ketgan vaqt. Uniki miyada bir odam deydi, yana shu maktab to'g'riliq boshlang'ichni shu o'tir maktab uchun tayyorlik qildirib o'tir maktab uchun o'qitdi, o'tir maktabini oliy maktab uchun o'qitdi. Oliy maktabini mush jamiyatda xizmat qilib, ishlamchi bo'lish uchun tayyorlik qildirdi deb. Nimariga cho'qir gap mana o'ylab boqinglar. Oliy maktab va tushkulish uchun tayyorlik qildirdi deb. Dimsim to'g'ri shunda japata bir mun cho'qib oliy maktab o'qiydigan, qimmatli o'qiydigan pul yo'q, qazab o'qib masalan Amerikada hamda. Qazab o'qib qazi qaydirib olmay ishlaganning ya turmush yo'q, turmush oyoqda ya uy olamay, ya xotin olamay, ya buni boshqa ketgan vaqtning qandaymiz? Yangi davrga qulluqni ishlamchilarda madaniy qulluqni tarbiyalaydi nisabda. Chunki biz shu bir umr shu maosh qululib yashaymiz. Onki ham bir odam deydi, u o'qish to'g'riliq deydi, shu agar sen pul tepib, balangni pul tepib, shu aramxo'da yashasang, ammo aytib bama degan bir gap tuzla. To'g'ri, dahshat to'g'ri. Shu maktablarningki qurilmasi, ishqiznachi burun qurilma, tuzuk o'zgarmagan mazmunlar, yana o'xshash, bek o'zgarib ketsa-mu, bu bek o'zgarib ketgani qaysidir? Tangay. Onunkin yuqori texnika ubulasini ishlatma, masalan AI'ni ishlatgili qo'ymaydi ekan ba'zi maktablarda masalan. Ham AI'ning ba'zi rollari odamni o'g'ri qilgan bilan, ammo AI yana balki turda yana sizlarning odamning yana shu ijtimoiy nimasiga tasavvuriga nim qildi. Chunki bir xil ashida qarayman men. AI qisman qulaylikni kelgan bilan yana talab qildi, shu menning ishlashini yana talab qildi. Hamda ashda bir qurolda shu masalan tarix o'xshash yoki ba'zi mazmun u bu narsalar masalan luq mazmunlar izlash, u bu izlash deganlarga vaqt sarf qilib kitob u bo'yidan qilgandan ko'ra mush AI valaqul chiqarib birdi vaqt tejaydi deb qarayman men. Shu narsani ishlatmay cho'qim o'quvchilarni cho'qim yodlag'izib vaqt sarf qildirib yodlag'izib bu qilib nim qilgan gap. Amaliyotda mush narsalarni AI yoki texnikalardan foydalanib qilsa, uningkin vaqtni tejab qoldi emasmi?
Qolgan vaqtlarni shu yangilik yaratishga yana nim qilsa bo'ldi emasmi? Liqi nima degan tugmas shu yotlig'ish, o'gitish, beshinaydan topshiriqlar, butun shu bolalarning shu vaqtni, farzandlarning vaqtini olgan gap. Ularning nada o'ynaydigan tuzuk liqi, haqiqiy xo'shlab, rozilik o'ynaydigan qancha bola bor. Onunki ma beshinaydan beshinaydigan bir mila quyoshni to'saq, talaga chiqib nim qilgan, o'zirilgan quyosh ko'rgan vaqt nada bor. Buni bugun miyada yana bo'ladiq. İşqilib mayili buldur, işqilib dehşet buluqluq, şu quyosh nuri uncha kelik nemiz. Endi ishqi o'ylab qolmam, shu razil odamlar kashri qanday uxlaydigandu. Men endi miya turadigandan keyin shaharlarda azroq, ammo ma yez taraflarda turgandan keyin shaharning atrofida turgan vaqtlarda shu o'rmonliklar, mumkin nopus uncha ko'p emas, yaqin. Ashla bo'g'ashqa o'rmonlar chaqirgandan keyin yer keng. Hayvanotlar turli, masalan, kek, iyiq, buğa, uningki mavliqi deymiz, liqi scroll deymiz. Yaqi scrollni tin kechiringlar, tinlar bakchaq. Uningki mav buğlar, keklajaq, amdi shu ular amdi yol nuqmanıkin, maş nuqmanıkin oyliqi yollardan şu püs ötüyor emasmi? Ötüyor emasmi? Şuna ularni bulubmu keşri kömek tez. Tuyuqsuz yoq o'tib qolsalik. Ular yan amda qarab adam olmanikin. Şu turibla o'tidi. Ulardan liqim qilish sal tasrak. Diqqat qilmaydan yaxshi bu, lekin ammo liqi toza yaqin kelganchada ash o'rmonlikda valloh chiqib qolsa ko'rish mumkin emas hisobda. Şu an yo'llarda to'liq ko'rmayman liqi mashin bisatgan. Bo'g'larni, kiyiklarni, uningdagi pasim deydi. Pasimda o'g'ilcha chashqon o'xshash, ammo chashqondan yo'g'aroq, mushtak yo'g'anti, ba'zilari mushtum yo'g'anti. Ba'zilari pasim deganni tarjim qilmoqda. Asha bir hayvonot bor. Shuni shu bisib o'tgan mumkinligi ses kuzan ashda hayvonotlar shu yo'llarda yotadi. Endi ba'zilari shu yonni tatib qo'yib, mumkin qushlar yeydi, hayvonotlar yeydi. Şuna men bu bekte qilib deyman, shu bolamni, jinim bolamni shu beshinaydan maktabga aparish, ekilish yo'llarida bekte qilib deyman, shu tiyinlardan bek tantirdi-da, oyoqim yoqni. Yurdi aşağı tiyinlarcha, oyoqim yoq yugurib. Men chiqdim, men nim qilib ketdim, lekin shunda yo'lda o'lib ketgan hayvonlarni ko'rsam mashin misladim. Ichim og'riydi. Shuni bekte qilib dedim, aytdim. Lekin bir kuni shu nadan shu oyoq o'tib, shu men o'tgan chog'da bir tiyin o'tib ketdi emasmi, shulan unga mashinada silkindi, men bir muddat o'tganda kes qildim, mashinada o'tgan ammo aynakdan qarsam, yerda tiyin yotadi. Shunda bearam bo'lib ketdim, bir tal tiyinni bosib qo'yganga shunchalik bearam bo'lib ketdim. Endi do'zax kirdigan deb o'ylab degan. Mening demoqchi o'g'lim, ama o'zim oqko'l deb o'ylayman, yuragim to'g'ri yerda mening oqko'l. Qat'iy xatolar qilmaymiz, xatoni qasddan qilmaymiz, ham qandaq nimam yo'q, hech qanday odam ziyongashib nima qilib boqmayvermda. Bir tiyinni bostirib qo'yib, ehtiyoslikdan endi tiyinni xato hisobda. Men shunchalik azob ketdim endi. Mushta millionlagan odamlarni mushta qiynayotgan, o'ltirayotgan mushta razil ishplas kishilar keshiri qanday uxlaydigandu deb o'ylab ketdim. Hay tova. Bu da bunun ötebitli. Onke miyada bir videoni beklab qo'ydim. Clintonning mushu 20-30 yil burunqi gapimikin tang, 10 yil burunqi gapi nutqga. Unda moda deydi. Shu men qada taqabul turma, tamojni bejin anda qilma, bunda bilma, qonun ko'sh kirganlarni anda qilamiz degan siyosatlar nuqta ekanda. Shuna men uni bilan beklab qo'ydim. Faqatli so'zlash ya biror gap yo'q uning qarta chomga qadar deb biz qo'ydim, chunki demisam to'g'ri mush chomni qotgan ishlarimiz mush ayolning shu 10 yil burun qilgan nutqi shu. Bular bu Clinton emas, boshqa Biden shu va boshqa chaqshumrim deydi, ashlanamiz qurultaydagi odamlar so'lchilar demak, ashlanamiz asha deydi. Obama deydi, ammas asha nutqida bor. Misha masalan misha xizmat nutqlari yoki misol shu prezidentlikqa
Saylimda qildan nutqlarning hammasida bor shu. Mana Xitoyga qanday taqabul turish, qonunlarni qanday qilish, davlatni qanday quturish, xalqni qanday Amerikadan qanday birinchi o'rin qo'yish, qanday turmush yaxshilash degandek o'sha butun nutqlar bor. Qilganning tayin yo'q. Chomga kelgan. Chom hozir shu butun shu burunqilarni qilayotgan da'vatlarning hammani toza esal, toza joy-joyida qotdi hozir. Shu vaqtlarda biroz solsam bularni yaqmaydi. Chom qotdi. Ameliyatdan qotdi. Unga tushuntiradiganlar yana shunlar. Onu yo'llab qo'ydim. U yana bir mazmun yerda cho'ning bir gap bor ekan. To'xtam telefonga qoldi. Menga xat yozdi. Miyada bir gap bor ekan. Cho'ning bir degan gapi. Eng esil yo'lda tushkunlikni to'xtatish deb bir gap bor ekan. Bunun gapga tushkunlik to'xtatish deb uning cho'ning shu tushkunlikni to'xtatishning yoki oldinlashning birdan-bir yo'li bo'lishga ishlash deb degan bir shu ammiy nutq degan gap bor ekan. Chunki cho'ning gaplari bu. Misha tushkunlashni sen shu tushkunlasang, tushkunlashgancha dahshat ishlab jafolik ishlasang, o'zingni aldirash qilsang, tushkunlikdan vaqting chiqmaydi deydi. To'ra men hamda ishlab turib tushkunlashman, lekin bizdan hamda o'xshamaydi, bizdan hamda azob oqibat chiqroqda. Lekin hamda amal bor ishda chiqroq nim qilsam, ortiq o'y xayollar azoldi. Chiq ishlab nim qilsanglar, tushkunlashadigan vaqtim yo'q. Shu azob oqibatni o'ylagan nimam yo'q. Vaqtlarim chiqmaydi, bak yerib ichib ketgan chanda. Shunga ishlab nimqa yaxshi hamdi. Shunga agibe to'g'ri keldi, shunga uni yo'llab qo'ydim. To'g'ri debdim. Uningki miyada bir qisqalik ekan, miyadaligi CNN bilsizlar, CNN'dagi bir riyosatchini yana bir odamni riyosatchilik qancha ish qilsanlarda takalishdan gapirib ekan, shuni qiziq. Kechiring, unga CNN muxbirim dedim. Ya jurnalist dedi desa, "Şoňa sen nima qilmada desa, bu degan CNN bu yolg'onchilik yog'dirgan. Amat o'zi yolg'onchi qildirgan. Yolg'onchi qilgan unda og'zin kelgan jo'laydigan ya emas, bu degan CNN deb tunda ta'kidlab desa, yana bir odam. Ha shu, shunga nurg'on odamlar CNN ko'may qo'nchoq ko'radi. Dendan sog'liq xayro ekan. Am qisqalik shu inglizni ko'rib baxsanlar bo'ldi. Demak, cho'g'ni shuga CNN miyadlarimiz butun dunyoda tarqaldi-ku. Dahshat yog'anchi. Yani men shu vaqalikni oldigan chiqamay shu o'z qolgan yerlarni o'zi maqsadlik holda shu yog'anchi qildigan qisman yerlarni shu xabarning masalan Trumpni satko'san yerlarni oldigan yo'q, unkin shu bir ishki gapini oldiga gapi yo'q, oxir gapi yo'q, sabab yo'q, jarayon yo'q, shu bir ishki gapini bilib bilan shuning qarta o'zini tillash shu analiz ya qanlashma analizlarni qo'shib deydigan. Qamlashmaganda shu zadalik bek tahrlaydi. Oldigan shu unki bek suzdi, masalan ba'zi gaplarni ilviltib qo'shib bek suzuvchi chiqarib deb yaxshi gaplarni oldigan asqibchi. Ashta qilgan yolg'on xabar CNN degan. Men burun ko'rdim, yangi kelganchada to'g'ri ko'rdim. Oy, men o'zimni bilaman, rashmanma deb o'ylab ketdim. Unkin ko'ratdim, shu CNN dahshat ko'ratdim. Keliga qarsam o'xshamaydi, qamlashmaydi, fokusni ko'rib deb qarsam, jib mazmun o'xshash deydigan gaplar, yakunlar, tahlillar, ajab bir xil cho'ng farq bor deb, shundan keyin nima fokusni ko'rgan bo'ldim. Eng muhimi, eng yaxshi yeri shu prezidentning yoki shu haqiqiy bo'lgan ahvolni to'liq ko'rish yoki shu prezidentning o'zining butun nutqini to'liq anglashni tanladim. Shuni uningni farqini bildimda, CNN'ni ko'ramda deb ko'maydan bo'ldim. Unki shu to'rda shu mallarning baklab qo'ygan u bu qilgan silishtirma u bu narsalar yoki shunda atbashni sachilgan vaqtlarda ko'rib qo'yman shu. Uningki yana shu o'qitish to'g'risiga menda
Onki men boshqa mazmunlarni nima qil. Miyada bir muhim mazmun bir savol ekan. Miyada yana shu fake news ma qaysi fake news emas deganmi? To'xtanglar. NBC qo'ymayman men. NBC ma u Mark Robioni bizlar, Marco Robio mu? Marco Robio degan mushu qurultaydan bir odami o'zim tushuntiribdi, mushu biz uchun to'liq ovozlarni chiqarib, bizni qo'llab-quvvatlab qolgan, bizga bizning ishlarimizning barliq kelishi ham shu ilqi Uyg'ur ishlari ilqi xizmatlarning ilqi ba'zi xizmatlar bo'ldigan ashlan ajib nadis yo'q. Qanday o'qiyotgan yo'qmaymiz, ashun bir tekshirib baqilay. Ashlarning barliq kelishiga shu Amerikada tarafda turib shu turgan mush qurultayning odami mush Marco Rubio degan. Mushu Marco Rubioni mush NBC ziyorat qilibdi. Mushu ilqi bizlar ba'zi bir odam 10 yil turgan ilqi bir qonus ayol miyada to'qib bal tug'ib nim qildi-da, miyada bal tuqqan. Shuni chiqaribdi. Chiqarayotgancha unki balari shundan tan chiqibdi. Endi bu ahvolni bu solchi NBC o'xshash, CNN o'xshash bu yolg'on xabarlar buni shu burmulab, apasini ayiribdi, onini ayiribdi, balari yetim qoldi ya, balari bu qilib, balarimi tan chiqatdi, balari Amerikalik desa deb shunda taqit qo'sila boshlab qilibdi-da. Shuni qarta Marco Rubioning shuni tushuntirib nim xabar gap bor ekan. Shuni ko'rib nim qo'ydim. Taklab qo'ydim. Onunga mayiz qo'yganim shu yolg'on xabarlar doim yolg'on aytib, mush kishilarni xato yetaklaydi deb biz qo'ydim. To'g'ri, menimda Marco Rubioning shu ahvol qarta tushunsin, men tarjima dapiraymi, tushunganim dapiray. Marco Rubio dedisa, sizlar shu fake news, sizlar shu kishilarni xato yetaklab, xato tarixni qo'tsizlar, biz u ayolni chiqaratdik. Chunki u qonus ayol ekan to'q. Unki balari Amerikalik albatta, balari endi onasi vo'an ekan, onasini tanlab ansa bilib bo'lish uchun bilib mangdi. Onundaki bular balari Amerikaliklarga ekan qaytib kelsa bo'layurdi. Agar yakomsa shu balari Amerikada musha turayni desa, yana uning turish nimasi bor. Sizlar shu xalqni xato yetaklab, biz xuddi bu kichik bolalarni shu apsi qo'shib qo'g'lab chiqarayotgandek ashla qilib sizlar biz ularga tanlash berdik, u qildik, yo'lga soldik deb ashla to'g'ri tushuntirdi-da. Sizlar bizni shu xuddi kichik bolalarni zo'mgalar qanday qo'g'lab chiqarib bu ashla xabar beribsizlar, nada qamlashmagan. Sizlar doim shu xabar, yolg'on xabar yo'llab, yolg'on xabarlarni deb bu menga ishlarni bo'ldi deb mushlarni nim qilsizlar deb amaliyotda unda emas deb tushuntirib qo'ygan yeri bor ekan. Shuni men taklif qo'ydim. Timsim to'g'ri amaliyot hozir qadar balkim shu bir ayol qonunsiz kirganda hamda hozir bir gap qilib yo'l ichbadi Aysha ayolga masalan keliki qaytib kelib shu to'g'ri yo'llar bo'yicha qaytib kelsa yana qarshilandi dedi. Undan keyin dedi men balari ham ayol apsini xohlaydi shu tan yo'lsa qo'ydik yoki ularni biz zo'lab nima tutib bu qilib qo'g'lab bu hech qilmadik debdi. Qilmadik deb shu yolg'on xabarninki nimalarni og'zini to'qlida yolg'onlikni oshkorlab tashlash degan gap. Shu men yo'lga qo'ydim yaxshi deb. Unki miyada shu quyoshni ko'chadagi odamlardan so'rabdi, birsi hamda ko'chadagi bir odamni ziyorat qilib so'zlabdi. Nima ish qilmish quyoshni to'saydi desa bu odam shu nima bo'ldi shu pul uchun hayotlikni manbasi bo'lgan vitamin D'ni chiqaradigan mishda manbani quyoshni to'ssa odamlar shu badni ajlaydi. Vitamin D kerak bo'ldi. Mushkim vitaminlarni shundan oldi shu. Bazardan oldi, dorixonadan oldi. Ularning so'zi ko'paydi. Unga quyosh to'liq tushmagan ekan odamlar ajiz ishidan bo'lib yeydigan kichik fazilatimizga quyoshni muhim to'sa. Hammasi shu bishnaydigan manfaat. Taps to'maydigan mehnat pul uchun. Peshining qapoqlar, razillar. Unga miyadagi Latifa Jamesmi? Letitia James damdalqi advokatchilik shu Trumpni to'la mesela so'dsidan shu qusr deb Trumpni mushuliqi so'qtatmoqchi bo'lgan. Mesela bir advokat ayol shunda New Yorkdagi nutqlarimiz shunda keskinda men biz hech qanday prezidentdan qo'rqmayman men.
Men Trump'a özüm var, özüm şu Trump'a barmam şu. Özüm sotutat, özüm bu qıt aşırlıq gepler var. Şən bu Trump'la nim qılıq zıtlışdığan neçə min qatda sotqatmaş bolğan ayal yaqında qollanıpdı özü şu Trump'nınlıqı sodicədikiliqi nimisini tepib liqi yoçuqlarını tepib az qılmaqçı bolğan adam öz şu sodicədikiliqi özünün yalğançı aşkarlıq qab özü asıl qollanıpdı. Bunun qanday kelsənglər bu ayalın özünə şu ağan üyəgə yeni bir üy ağançada azana mahçulup şu mortgage'lik aylıq pul bu yıllık almalı pul aşağı pullar var. Aşağıdan azaltışını yağın etip datsının namını qılıp datsının ayaldı. İşte beklik yağançılık qılıp hesapta. Adam aşka ahliyet men aşladı. Yağançılık qılıp öyse toğan gelmez mi? Şu yağançılıkın aşkarılıp hazır bir özü qolğanılğan gep. Şu Trump'ni tutmoqchi bo'lgan va ayol o'zi qo'llangan gap. Mushtaşlar Amerikalizm da. To'g'ri. Undan keyin yana bir ish ma'lumotli 100dan ortiq miki liqi qonunsiz kirgan qo'sh jinoyatchilarni shu kirib ekan, qonunsiz ko'chmalarga so'qim kirib ekan. Shu yerliklarni, amerikaliklarni yerliklarni shu bo'za qilib bo'libmi kichik bolalarni jinsiy paratganchilik qilib arxil bo'za qilib o'ldirib askirliklarni qilib o'sha qilganlarni tutib olgan qonunsiz qo'sh jinoyatchilarning rasmini shu Oqsaroyning oldiga ular cho'ng nim qilib vivs qilib Oqsaroyning oldiga o'sha tizotgan gap yüzləcədə. Bu Oqsaroyning mataribida ilqi o'sha har xil xabar manbalari bor ekanda, xabar paketlari bor ekan. Masalan, har turli xabar media şirketlari bor, xabar şirketlari bor. Masalan, CNN deydi, NBC deydi degandeklarchi. Shular shu Oqsaroyning oldida masalan xabar shimoqchi bo'lsa, shu rasmlar keyintirib turdi ekan, shu oq ko'rinishlar. Hamda ular hamda kamerani cho'yitib beshini yo'g'an chiqib yoki har xil bulon pushqa qilib kamerani o'nsqindaki bo'lmay qolsa, agar mana shu Oqsaroyning keynidagi oq ko'rinish qilmoqchi bo'lsa, mush odamlarning rasmi chiqdi ekan. Trumpning shu tozalik olani zidiq deb toza. Yaxshi bo'pti. Chunki mushaning hammasi shu o'qiydan bo'lsanglar ko'pincha jinsiy parakandchilik qilgan jinoyatchilar, qo'sh jinoyatchilar. Undan keyin köpüncesi şu küçük balağa. Bizler küçük bala aciz. Şu rezil işplas cinayetçilerinin en birinci o sedamdok nişanı. Şu Umumiken 100 gün bo'ldi Trump'dan müştari xil gaplar bor. Masalan, shu 100 kunlik xizmatlarni qan dokladlar bor. Shuni ko'rsanlar bo'ldi, uni jarayon ishlar bo'ldi. Haqiqatan shu 100 kun ichida o'shadan ortiq ichida shu Biden 4 yil ichida xalq uchun qilgan ishlardimi, yaxshi xizmatlarni qildimi? Masalan, shu nurg'un xizmatlarni 400 mingdan ortiq xizmatlar yaratilib ham ko'paydi ekan, chunki miyaga shu tamojning jidal majrasi bilan nurg'un shirkatlar tamoj bejidan qutulish uchun shu Amerikaga mablag' silib zavodlarni qurdi. Albatta bir kecha qurib olamsa bo'ladigan kodlab zavod qurmoqchi biz nima qilmaymiz, ishlamaymiz. To'g'ri. Xuddi Trump chiqmaylar, tuxumni bas tushdimi deb so'radilar. Bu yer Trumpga vaqt bermaydigan, ishlarning jarayoniga yo'l qo'ymaydigan ishlar qapaqsaranlar. Onkin ashta qildi, onkin nurg'un mablag'lar kirdi. Masalan, Nvidia damda qilqi, undan keyin Apple'ning kimi anlashlar qaraganchida Apple iPhone yasashni menda Xitoydan Hindistonga yetkazgan-ku, bir yaxshi xabar bo'ldi. Undan keyin ishqa nurg'un mablag'lar kirdi. Qancha yuz Biden og'riqcho'loq gap o'nglab qilmay qechib yoki bo'lmasa Dionsalda uxlab sayyohlar chiqib yurib nurg'un uqtirish yig'ilishlarda muxbirlar uchrashishda yoki savollarga uncha yetarli javob bermagan bu 100 kun ichida Trumpning shu javob berganlar ko'rishgan
Davlatlar 11 ortiqga Aqsroyga taklif qilib kirgan, ko'rishgan, so'zlashgan. Onun egaligi mablag'mi 5 milliard mablag' kirgan. Onun lekin so'lag'a javob berganda shu 100 dan ortiq shunda joq so'lag'a to'xtamay so'lag'a javob berib taqib Bidenning bergan 4 yil bergan savobini ashta ishqib nurg'un xizmatlar bor shuni ko'rib baqsanglar bo'ldi. This explains why they work so hard to discredit President Trump's cost-cutting efforts. We are at an unprecedented moment. Our financial systems are facing Onunki malanligi demokratlarning yana deydigan gapi bor biz shu Trump va qo'shimcha co-presidentni muavin president deb Elon Musk muavin president deb atadi. Onkin nim qilgan yer va onki bu Elon Musk kim tanlagan, kimlar saylagan debchi. Bunga bir muncha javob, esil javoblar bor. Fauci degan bir meni kim saylagan? Yani nurg'un IRS taxlar bizning taxni nim qilgan u odamlarni kim saylagan, hech kim tanlamagan. Bill Gatesni kim sayladi? Yani nurg'un kim sayladi? Shumi? Ular shu qo'rqinchliqida shu og'zi kelgani deb baqadigan ish qilib. Unga men tunin ketganimizdan o'tib ketay, yana yaxshi mazmunlar bormish pastda. Demagan mazmunlar bor. Hay Allah. Onun için bay degandek nimalar yaxshi ilqim shu tamoj beji shu bo'yicha yaxshi ketaversa, u nima ilqi chet-eldan mablag'lar ko'p kirsa, amaliyotda shu Amerika yangi qurilgan vaqtlarda shu qaysi bir mazgil topay, shu bir mazgillik vaqtlarda shu tamojni beji bilanlar davlatga kuchlanib, uning uchun shu Amerikada ishlangan narsalar shunda chiqishlanib, Amerika bir kuchdangur davlatda powerhouse. Onun için şu vaqtlarda mümkün davlat boy bo'lgandan keyin mush tamojni tamoj beji orqali onun o'zi ishlab chiqargan mushtalarga kuchdan bo'lganga sirq chiqsatdi. Ashta bo'g'ashqa Amerika boy bo'g'ashqa nima yo'q ekan to'q, boj yo'q ekan to'q. Onun için bu qalam qolishib boj degan shu pul topsim boj, pul ba'sim bir situatsiyami boj. Birma sasımı baş, situasımı baş, her qandaq demeki baş. Başın deganligi tekrar başlaydigan gap. Şuna mushu Trumpning agar mushu tamojni bejiligi siyosati yaxshi ketib qolsa, mablag'lar ko'p kirsa, mushu gaplar chiqadi. Mushu Trump 200 mingdan tuvan, 200 mingdan oz maosh olgan Amerika xalqiga bojni bekor qilgan gap bor. Şundan bu siyaseti mushu demokratlarninki Amerikaning Trumpni tillaydigan demokratlar bor. Trump baylanlam o'ylaydi, xalqni o'ylamaydi dediganga toza deshira deb bo'ldi. Chunki 200 mingdan tuvan maosh olgan shu o'tira tuvan darajali kishilar, xalqlar, uni yuqoriroqlar yana boshlaydi, baylar boshlaydi. Shundan ashna bir nima bo'ldi? Shaplaq bo'ldi. Yana birsi Ucada mushu butun xalqim mushu tuan darajliklar, masalan bizga o'tirlarning turmush yaxshilanib, mushu nima yaxshilanib deymiz, tamponliq biroz yaxshi bo'ldi. Endi biznikiga nima qilsak, mushu Amerikada yashayotgan xalqimiz 200 mingdan tuan maosh olganlar, pul nima qilganlar, texim yaxshi bo'ldi. Ucada mablag' ko'p pul shun tuan pul topqanlar pul jig'alaymiz. Ucada shu men doim deydigandek mush Amerikada zavod korxonalar ochaylik. Mallah shu joyda fursat qala hozirgacha yo'q. Ashxoncha qilaba yaxshi davom ko'p ichilsin. Shu zavod korxonalar nim qilib, xudoim shu to'tilni ko'ramiz. Agar mening qulam kirib qolsa, mening qulam bayqig'im bor, shu navoyxona bir nashqim bor, yoki shu Atlas mening eng cho'ng orzum Atlas nimasini akab men Atlas miyat to'qib o'zim kimlaylar boshlaqam bor. Yani men shu bu kim bu bugungi kundagi bu set moda kimlikka qaranchida chiroyli unkin haqiqiy Atlas Uyg'ur madaniyati bizni tuntilgan ishqiblar jihatdan deymiz. Bir chalmada nurg'un payta so'qidan ahvollar bo'ldi degan gap. Onundaki miyada yemeklikten bir narsa bakam, miyada
İtalyanınki yemeklik to'g'risida bir nimasini deb qo'yay. Shunga sizlar masalan yemeklik seto'anchida diqqat qilishinglar paydo qolsin. Shu nimani cho'qim o'qinglar, nima qanday ishlangan, nima ishlangan, mush tarkiblar nima bor, ashlan cho'qim ko'rib olaylik. Men bir odam deydi, shu Italiyada cho'pni jihiyadi shunaqa. Xuddi biz so'zim cho'plarni jihiyagandek biz mi yoqtirib yeymiz, ular yoqtirib yeydi ekan. Ularning Italiyaninki pisani jihiyadi, ishqim yo'g'rilgan hamma narsalarni jihiyadi ular. Shunda jihiyab turibmi, ular nimishqa uruq deb asha bir gap to'liq param ekan. Shular ashun deganchada miyadagi bir odam asha deydi, u doktor amilqi tadqiqotchi shu yemak ishmak to'g'risida nutqlari bor. Shu odamni ziyorat qilib asha deydi. U odam deydi, ularning ishlatgan uni bilan bizning ishlatgan unimiz o'xshamaydi, shunga uruq. U tomoq yegangilam samirib bola bo'lib ketgan ish yo'q. Miyanınki unda enrich flower baka ba'zi bleached flowerlar bor. Shuni yaxshi o'qinglar. Masalan, bleachni bizlar oqartgan u ximiyalik modda uni qat'iy oqartilgan unni qat'iy amanglar. Men oqartilmagan har xil tomoqlar ishlatilgan unlarni olma. Cho'qim oqartilmagan degan olma. Uniki shu ba'zi bolkalarni olsanglar, ba'zi quruq un enrich degan uni deb tarjima qilsa bo'ldi. Enrich degani BD deb apto nima bunday gap. Inglizchada bo'lsa shu enrich qilgan shu unlar nurg'un ximiyalik moddalarni qatida ular. Unlar emasga, nurg'un tarkiblar bor ekan. Shunga u odamning badaniga ziyonli semizlikni keltirib chiqaradigan, diabetni keltirib chiqaradigan, odamning shu a'zosini nim qilgan, salomatlikka ta'sir qilgan unlar. Shu unlarmanglar, shu unlardan yasalgan bo'lg'larni amanglar. Men ham de amal va shu bo'lg'imi yemaydan bo'ldim, burun bakaytda mana shu qanda. Ularni to'tpirjak bo'lg'lar bor. Ashlarni illab atgan tomoq bo'lg'lar qilib bichqagan men sit yemsamchu hozir ashuni mushlan narsa o'rgangan yoqqa yemaydan bo'ldim. Amal va shu oqartmagan shu unlam o'zini iliblam o'zim shu uyda bolqa non qilib yeyman shu hozir balamga ashni berma. Ammo an bamaydan bo'ldim. Shu salomatlikka diqqat qilaylik. Bu RFK amdi shuncha 100 kun ichida tirishtirmishib oxirmi shu rahmatlarni chiqaribdi. Xudoyim bo'lsa shu 4 yilda yana nurg'un shu eski modlarni hamma chiqarasan. Bo'za shu quyoshni to'silgan ishlarni to'xtatgan bo'lsa ham yaxshi bo'ldi. Sudiki florini sud qachada suv qo'shilgan zalik modlarni kechiruvlar chiqarsa ham yaxshi. Ishqib uning xizmatimi ishqib amdi bir qadami bo'ldi. Nurg'un qadamlar bo'lsin xudoyim ishqib. Xudoyim buyursa. Onunki miyada bir nima chiqibdi? Shu 100 dan ortiq MS-13 El Salvador degan davlatning MS-13 qarguruh MS-13 degan qarguruh odamlari bo'lgan 100 dan ortiq odamlarni kechilik deymiz night clubning kech klubini ham qilganda ko'ngil ichish klubi ko'ngil klubidan tutibdi ular. Tuyuqsizlam ashuni beriblam. Ichida 100 dan ortiq emisi shu qarjimadan odamlarga hamda qo'shnilar o'zi qarjimadan odamlar jinoyatchilar undan miyaga qon kirgan qo'shnilar ashlarni tutibdi. Shular nima bo'lib ketdi, bu mo'g'ullar bo'lib ketdi, amiz degan to'rdiklar yaxshibdi tutqinlar bu deb. Yaxshibdi, jiqroqlar bakrak tutsin. Azroq o'smi mushta qattiq qo'lliq qilib tutib izlab yurib mushta qotidi, mushta qilgandan keyin tutamaganlarga texmi yushib yuratganlarga azroq o'zini bosidi. Azroq o'smi kichik bolani boza qilmaydi, ayollarni jins paragishlik qilmaydi, kichik bola jins paragishlik qilmaydi, ularni o'ltamaydi, hech o'zini bir qisib o'tirib, shundan hech bo'lmaganda qo'qab o'smi qisib o'tirdi, azroq o'smi teshib bo'ldi degan gap. Mushta qattiq qo'lliq bo'lmasa shunga chomni mo'jat qilishim to'g'ri. Onundaki miyada iftixor yaqimiga doir keldi, hamda miyada bir masala iftixor yaqimini bizlar iftixor yaqimidagi hamma kishilar askamas albatta. Uning ichida oq ko'ngil kishilar bor albatta, bu faqat deymiz.
ba'zi iftixor yaqinligilarning yaxshilarning deydigan bir shiori bor. Biz neymiz? İngliz şu an yaxshi tarjima qiladi deb o'ylayapman. Shu hamjinslik u turmush nimasi? Turmush talashimiz hargizmi kimligimiz emas deydigan bir gap shorba. Nayt to'g'ri. U hamjins bo'lish bo'lmaslik faqat neymiz? U faqat tanlash, kishilarning tanlash turmush usuli shunaqa. Kishini yaxshi ko'rsa, o'g'li bo'lmasa, o'g'lali qizli bo'lsa, o'g'li bo'lsa, erni yaxshi ko'rib, bularni faqat turmush tanlashdir bu. Hargizmi bularning kimligi emas. Ma hozirgi zamondagi shu bularni qarshi turdig'ini bizning butun hamjinslarning yuzini chiritib bizning yo'limizni to'sab qo'ydi deb bularni to'g'ri ideyaliklarning o'ylaydig'ini hozirgi haddidan oshgan iftixor yaqin masalan bolalar kichik bolalar xatoligi jins to'lib qolgan degandek xato ko'z qarashlarni singdirayotganlarga deyilgan gapda to'lib qolgan voy men nim bo'lsam bo'lmayman ba'zilarda hayvon bo'g'sin bo'lganlar ashtalarni targ'ib qilib uniki hatta cins to'lqagan deb kichik bolalarning ideyasi burmilgandan keyin ota-onalarning ideyasi burmilgandan keyin ular jinsni o'zga chiqib kichik bolalarning fiziklarni ojizlashtirib ideya jihatini ashta qilgan ahvolga qarshi turadigan ham jins kishilar bor. Masalan, men yerda bir ashlarning betiga akshib anchimish ko'rib nima qo'yma, ularning ba'zi gaplar haqiqatan to'g'ri, bay degan gaplar to'g'ri, ham jinslik degan faqat tanlash, u hargizmi kimlik emas. Odam shu biz inson degan nima deb tug'ilgan bo'lsa, shu bo'ldi. Ham shu bo'yicha mukammal tug'ilgan. Allohning ko'zida, Xudoning ko'zida o'xshash biz. Baravar ham ashta esli tug'ilgan. Hargizmi boshqa bir jins tug'ilib qolgan. U bundanda taqutqu sirang nasl emas. Shu ma ashta bondiki mushu biralqi batga agishmaman. Ashundan yaxshi mazmunlar bor. Miyada bir hamjins hamda o'ziliqim deymiz. Ani yaxshi kuna. Bundan deydigan bir gap bor ekan. Ba'zi videolarni chiqarib shuni o'zini ko'z qarshisiga qo'yibdi. Ba'zi haddoshgan hamjinslar bor, masalan, shu erlar ayolchi bo'lib, yog'an ko'kslarni kiyib, yog'an nimlarni kiyib, kirimlari pichat, kiyimlari o'choq bu. Ashta shotqa rasmini tortib, nim qilib qo'yibdi. Voy, meni ko'rdinglarmi deb. Endi bu odamning haddoshgan hamjinsningki qilayotgan qiliqlari ommaviy sorun. Keyinda kichik bolalar o'ynab yuradi. Bir park o'xshaydi bu deymiz. Ommaviy bog'chada qilayotibdi shu qiliqlarni. Shu qiliqlarni albatta endi to'g'ri qarash hamjinsning degani gap to'g'ri. Haddoshgan hamjins xolgan yerda ashta cho'ng quramayotgan harakatlarni qilib o'tasa, o'zining tashqotini qilib o'tasa, qada bo'ladi kichik bolalarning nimasi azmamdi. Degan ommaviy sorun bunda bo'lish nachar deb ani oshkorlagan qiliqlarni. Ashlarni men qo'ydim. Baklab qo'ydim. Unkin ma'mur deb qo'ydim. Bu haddan oshgan, chekdan oshgan, qamlashmagan ahvollar qachon tugaydi deb yozib qo'ydim. Unkin mening yana bir narsa ismga qo'ydim. Ma'u hamjins oshkorlagan yana bir haddan oshgan hamjinsningki kiygan niqoblari meni jilib qo'ydi. Unkin da o'zinglar diqqat qilishingiz mumkin hozir texnik niqoblar dahshat tarqib ketdi, dahshat chiqib ketdi. Niqoblar degan silikon niqoblar yolg'on odamni shundaylik rostdek chiqardi. Ashlan niqoblarni taqib ko'cha ketib bu qilib o'qisa haq tutulmaydi. Shu ba'zi shu niqoblarni sotadigan. Ammo boshqa bir mazmun ism kelib qoldi deb qo'ydim. Ko'z qarshimda qo'ydim. Ashla niqoblar ko'pincha Yaponda meni ishlaydi ekan. Çünkü miyada dünyada satildi. Nurg'un niqoblar ba'zi shunda o'xshab qiylarniki, ayollarniki mumkin o'xshaman erotik ashdaligi niqoblar borga kivilib nim qilsa degan Rossiyaga org'il bo'lmaydigan darajaga kelib ketdi. Ham ashuni ommaviy satildi ekan. Ham men chiqarib qo'ydim. Bu dahshat xatarlik savdo dunyodagi. Ashlan setilib, jinoyatchining o'tkazilib, jinoyatchi mangil topilmaydi. Aşı niqoblarni kiyilib bir jinoyat qilib tursa, yoki misol Elon Musk'dan niqob borga ashuni kiyilib bir ishlarni qilib Elon Musk'ning nimasiga yoki misol boshqa ham demakchi channellar ashta qilib jinoyat o'tkazsa, shu jinoyatchining o'zini tepish shunchalik tasvirda. Shunga ashunda niqoblarni setish mencha o'zi qonun xilof deb o'ylayman men. Ashuni to'xtatish kerak asli. Dahshat qo'rqinchli ahvollar.
네. Mungkin miyada Trump'ın bir gibi bakya. Amerikada biz hökumetke itiqat qilmaymiz, Xudamga itiqat qilmaymiz degan gap bakya. Nay to'g'ri. Mau solchilar, demokratchilar shu dinsizlar ko'p. Dinsizlikni targ'ib qildi. Ham jinslikni targ'ib qildi. Undan keyin qulluqni, ishlamchi qulluqlarni, yangi zamondagi zamonaviy qulluqni targ'ib qildi, qo'llaydi. Undan keyin shu xalqni ajrashtirib, parchalab ashla qildi. Undan keyin manfaatni shu o'ziga, xalqni shu o'ziga xalqni qo'rqitib bostirib, xalqlarni shu hukumatga itiqod qildan ashla qildi shu. Chun amde ma'nu chopning shu g'alaba qozonishga sababi shu. Shu konservativ deydi, shu taqvodorlik, dinlik, dinsiz mishda bo'layotgan janglar chopning yengishga sababi shu. Hargizmi odamga yoki hukumatga biz e'tiqod qilmaymiz, biz Xudoga e'tiqod qilmaymiz deb. Shuni to'g'rilab chiqib qo'ydim. Lekin is xodim shu Amerikada Xudoim saqlasin, insoniyatni Xudoim saqlasin deb is xodim. Unga menda bir ma bir yaxshi mazmunga. Bunda deydi, Trumpni diktator deb tilaydiganlar bor bizlar. Shu solchilar baktilaydi. Undaq mundaq Hitler deb Hitler deb bu deb tilaydi. Ammo ashunda otgan odamlar, solchilar, demokratchilar, ashunda otgan odamlar asli bu vaqtning tug'ilish yoki tug'ilmasligini belgilaydigan, qanchalik pul tepishingni belgilaydigan, qanchalik energiya manbasini qanchalik ishlatishni belgilaydigan, nima gap qilishni belgilaydigan. Ma gap qilsa, gap qilmaysa deydi. Nima balaga shu ota-onasining ruxsatisiz nima qilsa qiladigan. Ondan keyin nima kimlikni xohlasa shu kimlik bo'yicha ba'zilarda o'zini hayvon kimligi bo'yicha munosibda ni targ'ib qildigan. Ondan keyin kim qurol yarog'ni ega bo'lishni belgilaydigan mushta bir odamlar Trumpni diktatorlar. Amniyat mushada o'zi diktator. To'g'ri biz tuzga qilaolmadik, qilolmaymiz. 100% erkin emas. U Amerikaning birinchi nizomiy erkin so'zish nizomiy Amerikada qo'llaniladi 100%. Yo'q. Unga Trumpning yana bir gapi bor. Shu qurol yaroqni nima qilish, cheklash to'g'risida shular so'ltirab cheklaymiz u bu deydi. Amaliyotda o'zlari qonsu ko'chmanlarni ko'chirib chiqib o'zlari qurol bermoqchi bo'ldi. O gap tuz gap qilaman deydilar. Lekin Trumpning bir gapi bor. Masala qurol yaroqda emas. Masala odamda. Chunki qurol yaroqni odam ishlatadi, qotillikni odam qiladi, qurol yaroq qilmaydi deb. To'g'ri? Qurol yaroq degan faqat bir narsa, qurol degan. Uni ishlatuvchi kim u? Odam. Shu deymiz triggerni. To'g'ri. Trigger deganni Uyg'ur tarjima qilmoqdim. Google'da biz Uyg'ur tarjimani yaxshilab so'zlarni tekshirib, nurg'un so'zlar tarjima qilmoqdi. Shuni tepib tarjima qildirganmiz yaxshiga. Trigger degan tapanchani bosgan yer bor, uni deymiz o'g'cha. Shuni bosadigan odam, demoqchi nima? Yana odam hargizmi tapancha o'z o'q chiqarib ketmaydi. Shunga Trump hozir mushlar deydi, mushu Amerikaning nizomiga xiloflik qildi, diktatorlik qildi, uni qildi, buni qildi deb Trump aytiladi. Ammo Trumpning o'zi mush Amerikaliklarni birinchi o'rin qo'yib, Amerikani birinchi o'rin qo'yib, mush Amerikaning nizomini birinchi o'rin qo'yib qo'dayotgan odam mush Trump mamlakatda. Unga o'tib kutilayman. This footage is 100 years old. Kejrolo. It is very clear that the head of the
the snake is the financial system. The mechanism is finance. The whole point of finance is to indebt, otherwise to enslave. What is a mortgage? I mean, what does that stand for? It's a debt grip. So when you get a mortgage, you have a debt grip held over you because you are in Pul. Miyada birisi mında bir xat chiqarib qo'yibdi. Men shu nimaga oila o'qitishni targ'ib qiladigan, shu to'g'riliq yaxshi mazmunlar bo'lgan, shu ommaviy maktabning o'qishning abdibashda oshkorlangan mushabbatlarga aytishman. Miyada birisi mında deb qo'yibdi. Maktab ular yasagan birinchi qapas debdi. To'g'ri. Lekin oila o'qitishi shu qapazlarni ochadigan, buzdig'ini shu oila o'qitishi debdi. To'g'ri, maktablar kirgansak biz maktabning darsliqlarini nega boramiz, nega bormaymiz-ku. Undan keyin odatda shu, masalan, hozirgi ahvolda shu bolamniki maktabinday hozir qadar bir qatam faoliyat qildi. Bir qatam bolam bilan tamoq yeb ashla qildik. Bir qatam ota-onalar bilan bo'ldi. Undan keyin boshqa bir yegap bordi. Unga dushanba kuni ayvonda bahs qilib ekan. Shega bilib borma. Shu hozir qadar shu bir ikki qatamliqlam ota-onalar bo'lgan o'zaro aloqa shu. Undan keyin bolalarni shu maktabning ichida bordig'ini shu bir qatam nimaga bordi ekan shu mavsumda. Zu ayvonda bahs bor ekan. Undan keyin o'tirish nimasiga berib nim qildi ekan. Shular qolgan vaqtlarni hammasi shu sinfda ishlaydilar. Maktabda ishlaydilar. Unki maktabda o'ynadigan nimalar bor. Kichik boshlang'ich maktab bo'lgan ekan. Men ko'pincha vaqtlarda balamni baldirib og'il bayrab boshqa oldi turmanchu. Saqlab undan keyin ba'zi vaqtlar shu yerda mazmun ishlab qilmay o'zimizlar. Shu vaqtda qarsam ba'zida shu bolalarni shu quyosh ko'gili shu 5 minutda chiqib aylantirib binani aranib akirtdi. Unga ba'zi sal yeshcho'noq bolalar shu o'ynaydi. Qolgan vaqtlarda kechiringlar. Tizib qo'ygan shu o'yinchiqi faqatlar shu deymiz. Pardoz. Ishlatmaydigan pardoz. Asha to'p esib turdi. Chunki madam ang kunduz pichet vaqtlar yarim kun shunda pichet vaqtlar, misol shu quyosh degan parlab turgan ang payzi vaqt, quyosh nurlan vaqtlar balana misol shu tamlashda bola. Qapazlashda. Biz mashtayaptiq-a. Sit shu azrim o'ylab baqsam degan shu ketgan vaqt 14 yil, 12 yil, 14 yil o'qigan vaqtim. Atam opam bakbaldir o'tib ketgan. Shularni bekor o'zinlatdim-da, o'zinlanaydim-da men. O'zinlasam shulardan shu maktab ketgan vaqtlarni ko'ra. Undan keyin popga boza bo'lib ketgan boshqa bola bek boza qildi. O'g'illar bek boza qildi, bo'lib qizlar bek boza qildi, yoshi bo'lib ketgan bozaklar. Zay bo'lgan shu vaqtlar qamlashmagan shu unkim so'qash talashlar, haqoratlar, bizning tarbiya molimiz o'g'illarni urdi, qizlarga jaqira-vaqira javob qildi, silkishlaydi hatto. Unkim haqorat bu narsalar. Meni nima esimga qoldi desanglar, men yana bir videoda qaysi bir o'tir maktabda shu maktabning principal nimiz o'qitishdagi shaxsdagi arni o'quvchilar urib ketdi. Birishib urib ketgan gap shuni chiqarib urish xato haqiqatan. Bola unda zo'ravonlik bo'lmasligi kerak. Lekin qanchalik odam shu nimani chiqarganchada shu nimishqa shu urishning sababini qanchalik odam deydi? Mening o'ylaganimda u bola bika unda bir odam ushlab unda urib ketmaydi, bas urib ketmaydi. Sababi odam xizmatni yaxshi qilmagan o'xshaydi, aniqla. O'quvchilarni toza boshqa o'qibadni chektirish o'quvchi degan odam tursam o'ziga qarshi bildirdi albatta. Qarshi nima chiqdi? Qarshi to'lib yo'g'lib nima bo'lib ketganchada ota-onalar tuzuk hamkorlashmaganda, tuzuk yaxshi nima qilmaganda, o'zi bek aldirash ketib bola maktab tashlatganchada ashta bo'ldi, o'shmanlik, qarshilik chiqib chinib qanchada oxir portlaydigan gap, shunda fursat chiqqancha ashta portlaydigan gap.
birisi mush atgandan keyin u odam mushqa turdik bolga urush boshlangandan keyin butun o'g'ilsa urib ketganga bu odamni nima deymiz endi bunga har qanday sabab bo'ldi urush cho'qim xato bolalarni qilgan xato ammo xatolik qanday chiqqan shu xatolikning oldi og'il bo'lamdi bo'ladi har odam tayqayib ketmaydi-da endi bilsizlar jamiyatning ahvolida birisi odam ich og'riydi o'quvchini tastillaydi tarbiyaliga ota-onalarni tillaydi butun bir kun bolalarni maktab tarbiyalab olsa otasi shunga nurg'un mendek odamlarni ko'zlashlar shu bo'lsa yansam yana shu sharoitni bo'lsa bolani o'zingni o'qitinglar. This video is for all the parents out there that are really trying to navigate through these vaccines that are recommended. Vaksinni to'ldirib ketdim, tushundinglar. Undan bo'lsa to'xtinglar. So'rab uni qilasizlar. Chasbo'lsa meni nima qotmisin? All the bees are dying. We're becoming catastrophic. Yana bir ahvolni bir stepda mav ayollar qamda yezdiran ayol o'xshaydi. Men bilasizlar mav nimalar ulatadi. Harlar ulatadi. Nimish ulatadi. Chechotgan narsalarning nacharligida. Chechotgan narsalardan ulatadi, havodan ulatadi. Unki shu chashqan narsalar shu gullarga tushib, nimalarga tushib, ularni guldan sumirib asalaysalamo'nigan. O gullar ximik moddalar tushib zararlangan shu gullardan nimalar zararlab barlar ulatadi. Tugavdi. Mana bir nihoyat zo'r ahvol. Shunga harlarni qo'dishimiz kerak. Hamda ahvolni RFK degan apandim mushuni o'z saqlam mushuni o'ngshalgan bo'lsa bak yaxshi bo'ladi. Chunki harlarni bizlar hasal yasaydi. Hasalning qandoq esli bir tamoqni bizlar menga buzilmaydigan, salomatlik shunchalik immun kuchini oshiradigan, hatto osh qilganchada mush hasal insonlarmi xili bir mazgilcha hayot tura oladigan dahshat esli ne'mat u degan. Ham uni harlarni yo'qolsa hasal yo'qaydi. Hasal yo'qsa biz qapqam shu xamilik modlarni yeb ish yuridan gap. İnsaniyat açsan gap, nüfus azaydan gap. Yansa men shu razil ishplas kishilar kashir qanday uxlaydigandi, uxlay olmagandi. Tova. Shunga hasalni unki yog'ini salaysan gap degandek. Shunga hasalni ilib raslini ilib bu dunyo ajoyib ras yog'alan. Kechon balanlarga masal yuzini qilinglar bizning cho'ng apalarımızdan müştə nimlər batğı, resiplər batğı at degəndə ilman suğa asal suyun içsəm öpkün tadından gəl uyutam toxtadığan aşağını qıb beringlar. Aşı konu yollar, konu usullar, resiplər bizning Uyğur tibətdə nurg'unlari şu ösümliklər qarta, yeməklər qarta, hər gizmi doğru borlar şu nima doğruxan işin nimlər qarta emas. Nimlər qartlıqı asas qılındı şu yeməklərni tabiiy müştə tabiiy doğru darmonlarni asos qiladi. Mush tamoqqa qo'shadigan dorilarimizni asos qildi, hasalni asos qildi. Hargizmi shu dorixolardagi nimalarni asos qilmaydi shunaqa. Oshlarni tepib, oshlarni qilayli. U yaratmaydigan ishni qilmayli. Mush ota-onalarimiz eng esli reseptlari shu. Mushlarni yo'qotgan shu. Onki men bu kitap biletdan aşağı bir kitap aldım aldın qiylayma şu qipshkil bir kitap aldım men bir muncha. Yetküzüş haqqı kitapning haqida eshitib siz shu yetküzüş haqqı qimmat olmasa ashunga bir muncha kitap keldi. Shu men bir muncha Qutadg'u belaq kitobxonasidan bir muncha kitap sotib oldim. Shu kitoblarni ishda bog'layman. Onki xudo bo'lsa, men mikrofon yaxshi-da, men atgan shu kitoblarni o'qib YouTube'ga chiqaray. Paydalanma follow qilsa nim qilayli. Kitoblar bo'lsa yaxshi, kitoblar yo'qlamışlardan ko'rib yo'qlanga ham bizning ana tilimizga mazmunlar ko'payishiga kichkina bo'lsa-mu to'pam qo'shmay xudo bersa. Shuni qilmoqchi. Can someone explain this to me? Why is it that Democrats care more about due process for people leaving the country than they do about people coming into the country? Menda bir odam bunda bir savol qo'yibdi, o'nchga bu odam. Bizlar shu demokratlar, solchilar, shu Trumpning qonunlarni chiqartish ish xizmatiga to'solg'ulab, tillab, qag'ab ashlab qo'yadi, qarshilik qilib ashlab qo'yadi emasmi? Unkin degandek ularni chiqartirganchada
bular degan shundayliqi nima uchun tutadi mushta birliqi jarayon bo'lish kerak xizmat tartib bo'lish kerak mushta rasmiyatlar bo'lish kerak deb degan qoqishib sizlar kutadi o'sha madana degani bu so'zlar nima ishqa shu rasmiyat to process degan narsani deb bilaman rasmiyat deganlarni bak targ'ib qilib shu chiqirtancha damishlarni chiqirishiga qarshi qilib Trump'ni yo'l turilib rasmiyat bo'yicha ilib berish kerak uni bunda qo'rqib chiqarsa bo'lmaydi deb ashada turoldi nemishqa ularni akirgancha rasmiyat yo'q deb o'shanda shuni men chiqarib qo'ydim buni o'sha bugungi eng yaxshi savol deb Demişim to'g'ri bular deganda shu so'zlar shu har yo'ldan izlab Trump qarshi turdi har xilliqi musha chuqum rasmiyat bo'lish kerak bilan chiqarayotganda ularni qo'llab tutib bilan mumkin chiqarasqanda bo'ldi bu insonlarning huquqiga ta'sir qildi ashad deydigan odam bu to'tilni yaqi kirgan shu 20 milliondan ortiq odam kirgancha deb rasmiyat qilib boqdi mashlarni qamlashmaydi mushta odamlar borda dunyoda tova chiqirtanjada mumkin rasmiyat bo'lish kerak rasmiyat bo'yicha chiqarish kerak yo'llar bo'lishi kerak deb akirgancha deb kirmaykansan shu yo'llar bo'yicha qanday yaxshi rasmiyatlash akirganchanda kirgizganchada ishni yo'g'on ijodganchanda Only in America will a congresswoman who complains about the rich spend almost $500 just to style her hair for mumkin manada yana bir 10 yil deydi faqat mush Amerikada mush kishilar mushu baylarni tillab baylar Trumpni baylar tarafli turdi qo'llaydigan xalqlarni turmaydi deb o'z yog'alarda xalqlar turib borgan ekologik iliqma bulg'inishib ketdi yarshani qo'g'daydi deb targ'ib qilganlarning hammasi amaliyotda o'z degan picha $500 yasab $1000 sumkalarni yasab to'xtama aeroplan uchib mush havoni bulg'aydigan oyoq men uchib o'zini nutqini taqtish uchun o'zini yog'anchiqni taqtish uchun la eng shu havoni bulg'aydi odamlar eng shu badxash shu pullarni nerdan hashlab tashlani achchini qilish uchun taqatqo yarshani qo'g'daymiz deb pechat xat yozgan shu necha ming dollarga layligan ko'ylaklarni kiyish nerda kiydoshni bizni bosh pullarimiz hashlab qildi shu yana shu demokratlar Elon Musk bilan Trumpni maoshamaydiganligini bilmaysizmi ular ashnimi nim qilmay ular Elon Musk anda pul tap bunda pul tap Elon Musk hozir yaxshi ishlatdi topgan puli o'zining mulki u o'zining shu igilikidan tepadi pulni Deportations? They block Trump. mayada brandmedi ular qonunsiz ko'chmalarni chiqaritishni to'smayotidi ular Trumpni to'sayotidi deb bir odam ba'zi gaplarni ashkala boshladi to'g'ri Obama 3 millionni chiqaratgancha hech kim to'smadi Bill Clintonlarni chiqaratgan nurg'un odamlar Bidenni chiqaratgan bir muncha qonunsiz ko'chmalarni uni hech kim to'smadi endi shu to'g'ri ish chiqaratish qonunsiz kirganlarni Trump qilganchada hammasi Trump to'sadigan gap shu madamni degani bu so'zlarning demokratlarning to'sayotgani qonunsiz kirganlarni chiqarish emas Trumpning o'zini to'sash Trumpni hasadga o'stib asga o'stib Trumpning yo'lini to'sadi deb to'g'ri nargizmi xalq bu uchun o'zining shaxsiy o'chmanlik uchun o'zi manfaat uchun Trumpni asga o'stish uchun Trumpni to'sadi deb to'g'ri shu buni yo'lga qo'ydim vaccine Switzerland has announced that it's going to invest $50 billion into the USA. Okay? Roche company, a pharmaceutical giant, is involved. miyada Switzerlandning 50 milliard mablag' ishlab Amerikada dorixona ochishni ishni qildi. Bu bir yaxshi xabar bo'ldi birinchidan. Shu nimish qidaymi shu dorilarni Çetilin oldu şunaqa jiq dorilar nerdan kirdi? Yerdan kirdi, mehnat yerdan kirdi. Bu bir yaxshi nim bo'ldi endi miyada ishlab Amerikada zavod korxona ishdan bir yaxshi yeri bo'pti. There was no difference. When thinking about fear, look fear straight in the eye, and it will disappear. The nature of fear is that people don't look at it. Yeah. Look at it directly, and it will be gone. When thinking about fear, Miyada Elon Musk'dan bir gap borga to'g'ri shuni yo'llab qo'ydim men. U nima deydi desanglar?
qo'rqinch. Qo'rqinchning ko'ziga tikilib qarasang, qo'rqinch yo'qolib ketadi deydigan gap bor ekan. Chunki qo'rqinch nima desa, odamlar odatda shu qo'rqinchga, qo'rqqan narsalarga, qo'rqqan odamlarga tuz qaramaydi, yuz turmaydi, yuzlanmaydi deydi. To'g'ri? Chunki qo'rqayotganimiz uchun. Amaliyotda shu qo'rqinchni yengishning usuli, yo'qotishning usuli shu qo'rqqan narsadan qo'rqqan odamlarga shu tikilib turish. Dasturib yuz kilalash, yuz turani tura olsa, shuning yo'qaydi dedi. To'g'ri? İnsanlarning bu psixologiya jihatdagi masala, biz odatda qo'rqqan narsadan agib o'tib ketamiz. Qo'rqqan narsaga qaramaymiz, qo'rqqan odamlarga qaramaymiz, tik tura olmaymiz, nim qila olmaymiz. Shundan biz qolib qolamiz bir yerda. Qo'rqinch ichida yashagan gap. Bu qo'rqinch har turli jismoniy jihat azob bismillah deb keldi. Shu qorong'uda yashagan gap. Shunga aylanning degini, shu qo'rqinchning o'ziga shu tikilib turib qarasang, qo'rqinch yo'qolib ketadi deb. Undan keyin yana bir gap, shu nurg'un qo'rqinchlar amaliyotda shu o'zimiz keltirib qo'ygan qo'rqinchlar. Yana shu dasturgan yaxshi, mana nurg'un chiqib tirishaylik. Demisam to'g'ri tirishib, shu balki shu qo'rqinchni o'zimiz keltirib chiqarishimiz mumkin. O'ylab chiqarib olgan bo'lishimiz mumkin. Yoki biz tashqi amal keltirib chiqargan bo'lish mumkin. Ammo shunga biz tirish qilib baqsak, qo'rqinch yo'qaydi. Bu mazmun chunqurga ham yaxshiga, shu degan to'g'riga shuni yo'llab qo'ydim buni. Why is it that former President Obama could literally kick out millions of criminals who were here illegally and not have an injunction against him? Miyada mana dedim, miyada yana bir ayol dedim, boshqa bir nimaninki axborot nimaning bir riyosatchisi nima dedi desanglar, shu Obama 3 milliondan ortiq qonunsiz kirganlarni chiqarayotgan chog'da, qonunsiz ko'chmanlarni chiqarayotgan chog'da birmi sotchi sotib, sotqi nima qilib yo'l turib o'qilmagan ekan to'q. Va Trump kelgan chog'da bizlar sotchilardan tortib, Trumpni sotmoqchi mushjat qarshi turib. Albatta nima bo'ldi? Aqoda sochlarni o'z tutildi yani. Ba'zi vaqtlarda asta qalamaqan, express, qiyin, mushkul yo'llar bo'lsa-mu, ada tomon yaqlandi ekan, asta o'smi. Chiqib alada tomon yaqlandi, bu yo'l yoki boshqa bir yo'llar qilib, hamon bir yo'ldan. Masalan, shu jarayonni biz qanday ching turish o'tkazishimizda, bardosh berishimizda. Xuddi nima cho'mg'o'sha cho'mmu hozir qadar mening qarshimda hali esliroq, yaxshiroq, yaxshiroq deganim deymiz. Baloqliq urib ketmaydigan, o'zini tutib olgan bir prezident qarayman. Masalan, shu Trumpni degan gaplari, Trump qilgan yasaganlikqa qaratliq shar nimalar, Trumpga deyilgan gaplar, Trump qilgan ishlar, hatto ish qitim o'ltirmoqchi bo'ldi-ku. Shu qaslashlar, butun musha nimalar Trump yana bir xil sovuq qilib qo'ydi-ku. Osh qilganning shu kichkina yerimini Obama qilib baqsana. Obamani ashbizdek. Biden qilib baqsana, Bidenning advokatdek. Tuyuqsiz yo'qotdi. Trump yana qilmaymiz. Sovuqchan, kan qo'saq. Magan tezat qantamras. Deb o'ylayman de. Onki e'lonni bir gapi bor. Men mushta zig'irlab izdab musha chirkni davom nim qilgan bo'lsam, oshkorladan bo'lsam, meni atlam o'tirtidi dedan ammo gap bor. Shu nimni bildirdi, shu qanchalik razillikni asklarning bildirdi. Qodida ilmi maşamay qodida Amerika to'lmagan, Amerikani yaxshi ko'rib do'ltim deb xizmatini qotidi. Chiriklarni ichotidi, azra insoba, boy. Ashla qotidi, qo'qab turib qotidi, yana ilgan qotidi, ish qilib. Shuning qarta yana untilaydan yanilajaq. Ametda qancha razlar, qo'rqinish endamdi. O'ylab boqinglar shu nimami? Ish qitamliq. Yalqayma qaslash
u haqlar uni har xil dabaqadiga malaqi qulqida o'tib kelgandan qaslashliq har xil dabaqadiga yog'in dabaqadiga o'yin dabaqadiga ishqilib lekin u yantirki atrofdagi odamlarning jinnini oldiga bir o'tirish xodimining beshig'il deb bir qanchasi yerlandi birisi nahmaydan o'ldi traumani bo'lsa qoldi lekin agar ozroqla nim qilgan bo'lsa trauma nim qiladi o'jat biz nimkin ko'ratdik Amerika tug'ishadi agar Amerika dunyoning asosi Amerika tugasa xudam sog'sin Just learned this morning from libs of TikTok, not from your state legislature, that Clemson University in South Carolina. ممكن بنو تكلم يدي أمر ممكن آخر مزمق ليش ون آخر لاشترا ميادة لقي ما نانسي مي زيدان لقي قرلت يدي شيدان ينبر أيال باش نا ياشي مشو محسوس مشو قلدان köpüşleri مشو Nacha iştiqara qarşıdırğan, kichik bolalarni qo'g'daydigan, ayollarni qo'g'daydigan shu chiqishlarni qildi. Mayning dedi sanlar bu shu Clemson University in South Carolina. Shu Clemson Universitydan jadvalni tekshirsa kechiring. Jadvalda texcha hozir bor yana nurg'un jadvallarda bor. Ba'zilarda yo'q, ba'zilarda bor. Hammasi talto'kis poplamdi. Jadvallarda jinsini tanlaydigan yerda turadi shunday jiq jinslar bor. Shuni deb nima qildi? Shuni meni o'zgart, bo'lmasa men berib o'z qo'limni o'zgartini debchi. Ishkili jins bor deb. Men yo'lga qo'yib ishkili jins bor deb. Endi shunaqa ishkili araya uningdan shu birinchi borligi. Men ko'rgan hozirmi bor bir narsalarni bizlikda formlarni jadvalni to'shib qo'ysa jins degan yerda shu bor. Bir ishkildan ortiq bor. Jins o'zgartgan ayol, jinsni o'zgartgan jinsiz odam. Ishqi bak jihlarni tarjima qilib bo'lmayman ishqi. Bular hozirga qadar nacha ishtiqarligimda 100 dan ortiq bo'lib ketdi har xil. Ularning simvollari, bayroqlari mo'shashna jiq. Ham teximji bo'ldi chunki chek yo'qdi. Chunki ular nima xolisi shu bo'ldi emasmi? Shundan nima xolgan tasavvurning cheki yo'q, uning ma'atning cheki yo'q, shu 100 dan plus. Shu LGBT men aldiqdim degandek LGBT burunlar. L degan lesbian, ayollarni yaxshi ko'radigan ayollar, B degan, G degan gay, RM jinslar, erlarni yaxshi ko'radigan, erlarni yaxshi ko'rgan erlar. Bi degan bisexual, ham erni yaxshi ko'rib, ham ayolni yaxshi ko'radigan. Mesela hayışlık aşağı emcinsler. Üstelti hazır LGBT T'ni qo'shdi. T degan transgender jinsni o'zgartganlar. LGBTQ Qni qo'shdi queer. Ular jinsni o'zgartib ixtiyorli ammo erlar ayolchi bo'lib queenligi xonimlardek bo'lgan erlar qirtilgan. Queer ayolchi bo'lgan pichet nimalar bilan aşağı nim qildilar. Q LGBTQ R demiş A++ ular shu qetiblarma chunki bek uzun ketmasmi shu plus qet qo'ydi. Ham davomli yana qo'shilgan gap jinslar. Ha bu bugun kelmasdan mushinchik bo'lsin. Uqmayman qancha bo'ldi? Men yarim soatni ochdim, 1 soat ichida kontrol qilayman mazmunni. Qolgani shu keyingi mazmunni ham qilaylik. Agar mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar taxt qo'yasizlar. Ko'rgan xalqimizga rahmat. Mazmunlardan amallan ko'proq bahralansin. Qanallarga aksh qo'yasizlar. Xizmatimni qo'llab, uningdan mazmunlar bo'lsa, inkoslansalar bo'ladi yoki bu nimalarga mazmunlarni tapiqing deb o'zinglar istagan mazmunlarni so'zlasin desanglar, menga inkos qoldirsanlar bo'ladi, shu to'g'ri mazmunlarni istab so'zlasam bo'ladi. Bo'lmay qolsa shu odatda o'zim to'g'ri deb qaragan, bizga munosabat deb qaragan, jamiyatga, qonuniyatga, rostchilikqa, farzandlarimizga o'qitishga, qurollarga doir mushta mazmunlarni o'zim tepib, o'zim shu ingliz javobiga o'zim tepib tarjima qilib sizlarga yetkazman, o'zimni ko'z qarshimdayman. Mushta bo'lsa namsa bo'ldimsa, yemeklarga diqqat qilaylik, salomatlikka diqqat qilaylik, kunning borida uzun bo'laylik. Mumkin bexatarlikka diqqat qilaylik. Allohga amanat, keyingi mazmun ko'rishaylik.